Diqqat chekuvchilar hamda kashandalar ushbu videoni ko'rish tavsiya etilmaydi. Chunki bugun naq 132.186 tamaki mahsulotlari aynan mana shu pechlarda yoqib, yo'q qilinadi. To'g'ri, sigaret iste'mol qilinayotganda ham yoqiladi, ammo bugun ushbu qiymati 9 milliarddan ziyod bo'lgan noqonuniy tamakilarni kuli boshqa maqsadda ko'kka so'riladi. Yo'q qilish jarayoni boshlandi. Ko'rib turganingizdek, tamaki donalari hamda qutilari alohida chiqindilarga tashlanyapti. Bu gal boshqacha noodatiy yondashuv bo'lyapti. Ahamiyat bersangiz, biz faqat bu gal sigaretni o'zini yo'q qilamiz va uni demak qadog'ida foydalanilgan, nafaqat asosiy qadog'ida, balki yirik bloklarda foydalanilgan. Ushbu bloklar ham joylangan katta karton qog'oz qutilar. Ularni barchasini bugun tadbirkorlik subyektiga keyinchalik qayta ishlash uchun beg'araz topshirishni rejalashtirganmiz. Bu bilan o'sha sigaretlarni yo'q qilish jarayonida atrof muhitga, insonlar salomatligiga yetadigan zararni imkon qadar minimallashtirish niyat qilganmiz. Korobkalarni ortdik. Hozir endi tabiatga zarar yetkazmagan holatda biz buni olib borib punktimizga olib borib topshiramiz, keyin korobkani qayta ishlab chiqaramiz. Buni yoqib yuborilsa bu tabiatga zarar. Shu uchun bular bilan biz hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida shu tadbirga qatnashyapmiz. Nega bu mahsulotlar kontrafakt deb topilgan? Amaldagi tartiblarga ko'ra bu kabi sigaretlarimizni qadog'ida birinchi galda O'zbekiston Respublikasining aksiz markasi bilan qadoqlangan bo'lishi kerak. Ikkinchidan, raqamli markirovka kodlari bo'lishi kerak va uchinchidan, eng muhimi, tamaki mahsulotlarining inson salomatligiga yetkazadigan zarari haqida davlat tilidagi ogohlantirish mavjud emas. Demak, biz ko'cha-ko'yda shu kabi sigaretlarga duch kelsak, ularda O'zbekiston Respublikasining aksiz markasi bo'lmasa, raqamli markirovka kodi bo'lmasa va davlat tilidagi ogohlantirishlar o'sha vahimali suratlar bo'lmasa, demak 100% ishonch bilan bilishingiz mumkin, bu kontrafakt sifatsiz, ya'ni respublikaga noqonuniy yo'llar bilan olib kirilgan sigaret hisoblanadi. Tamaki savdosi bilan shug'ullanasizmi? Uni iste'mol qilish uchun xarid qilasizmi? Eng avvalo mas'ul ta'kidlab o'tgan jihatlarga e'tibor berib, mahsulot sifatli ekanligiga ishonch hosil qiling.